Hada, yaxshimisizlar? Ahvolingiz yaxshimi? Shiftimni chata yo'qda? Oppoq kasbimni kiyib ketib oldik mana. Buning sabab mush ko'ngil degan podshoh kuyib qaz podshoh degan jig'ras kelgan. Mush do'ngmaldiki Xelchixonachamning Ro'shangul ismli Anjir tortidek bir qizi bor danglar. Shu qizni ko'rganda men yurak chataq, ko'zi uyqu yo'q. Ash qizi deb mana mush qiz o'tirgan mushdoqmishga necha 10 ketib keldim, lekin qiz kelish bilan tan ma qapoq ochganlarga bir meg'iz gap kelmayotgan. Qiz tas menib ketib kelayotgan, men suvga tushgan mushdek solishab kelayotgan. Oxir kallamni shiltib bir chora topdim. Nima chora desanglar, ajoyib saviyalik bir parcha xat yozdim. Tek shingil qo'shaqni to'qib qo'ydim. Bu xatni o'qigan har qanday bag'ritash janon çayga tushgan qandak erib ketmiş qo'liqimni kartini kesib beray. Mushu qo'shaqni aqasini bir o'qib beray, tasdiqlab aytaman, anda qizga o'qib beray, qanda. Amiz boshladim. Oy, hapla, qiz o'zi kelib qoldi, o'ziga o'qib berayman. Qada chiroylig'mi? Yaxshimisiz Ro'shangul? Yaxshi. Ben sizni tanıyamadım. Tanımadınızmı? Tazı bir qarama. Kechirsiz, ben sizni rostini tanıyamadım. Hech qisi yo'q bo'pti. Siz tanımagan bilan sizni men tanıyman. Siz ash Xelchixonachamning Urumchida o'qib turib kelgan qizi Ro'shangul shundaymi? Ha, shundoq, demak siz meni tanıydi ekansiz. Ha, men tanıyman. Men tanımadingiz. Men Yasin Yaqachining o'g'li emasman. Ha, Yasin akamning o'g'limi? Ha, o'g'li. Menda bir ishimiz bormi? Ha, bor Ro'shangul. Nima ishimiz bor? Endi rost gapni qilsam, Ro'shangul, mush sizni ko'rganda bu ham ajoyib nim bo'lib ketib. Mush sizga kunda bir gap qilay deb kunda kelsam siz gap qilmay men ketib kelib mushni olib, mushunat uzoq vaqt o'tib ketdi. Shunga mushada sizga bir ikki shingil qo'shaq to'qib qo'ygan nima qilib beray deb mushada nima qilib sizni saqlab nima qilgan. Qani o'qiyvering. O'qiymansa. Tilmaysiz-mi? Bir chinakka gul terdim, bir chinakka yo'g'imachda qurib ketdim, men yarimni ko'mgach. Teşekkürler. Yakıp biraz taşısam köyü paş kılıdı, siz hanımın derdinde yürek başmış kılıdı. Ay bu qo'shiqni o'zingiz to'qidingizmi? O'zim to'qidim, o'zim yodladim tehe. Ro'shangul, men degan til adabiyot fanlariga bek pishit. Siz xeyli o'qib ekansiz-a? Ha, men degan 9-10 yil o'qib o'tganman, Ro'shangul. Demak, siz to'liq o'tirib kutaganmi? Ha, to'liq o'tirib. To'liq to'qigan. Qaysi maktabda o'qigansiz? Men to'liq to'qigan. Ha. Sizimiz oliy maktabda o'qimagan demoqchisizlarmi? Oliy maktabda mush ketib o'qib o'tgan Ro'shangul men. Qaysi kasbda o'qigansiz? Bu maxfiy, buni degan olmaydi. Onda siz bir idorada ishlaydigansiz-a? Ishlayman, men degan chat, bir ancha. Demak, siz chet ellarda ishlayotgansiz, shundaqmi? Ha, to'g'ri, chet ellarda ishlayman. Chet ellarda ishlayman. Undaqda siz chet eldan xeyli puxta o'xshaysiz-a? 7-8 xil tilni ponni bilaman. Masalan, qozoqcha, qirg'izcha, o'zbekcha, turkcha, mo'ng'ulcha, ataxi, arabchani bilaman taxi. Undaqda hanzuz saviyangiz qanday? Taxi arabchani gapiraman sizga. Bismillahirrohmanirrohim. Mana arabcha. Хорошо, давай. Mana bu ruscha. That by, good by, mana bu inglizcha. Bagalo, mana bu yaponcha. Demak, sizning xeyli saviyangiz bor. Hanzuz saviyangiz qanday? Hanzuchi deganda hanzudekli so'zni aytaman. Masalan, hanzula o'rindiqni joza deydi. Doppini moza deydi. Chiroqni poza deydi, burtni xo'za deydi, lampochkani poza deydi. Sanarkini sayyo deydi, shiqilib kelsa ayyo deydi. Hayır Ro'shangul, meni hozir gap-gap ketdingiz. Meni qandaligimni mush xatni ko'rsangiz bilasiz. Bir o'qib bering. Bu nima xat? Endi Ro'shangul, mush sizga ashundan bo'lib qolgandan keyin ataytmish ko'nglimdagi hamma gaplarni tugab yozgan bir xatni. Mushuni o'qib men bir javob berasiz, men bir xo'shib ketsin. Bo'ldi, men o'qib boqay. Ro'shangul, mushadil o'qiymiz. Siz kelsangiz men o'laman shu. Mana choyga qanday selib etdik, iyiriydi. Ta'sirini otam deyman.
xatni o'zingiz yozdingizmi? O'zim shaxsiyni yozdim Rushankul. Siz xiyolingiz kelganda odamni ahmoq qilsin bo'layver deb o'ylab qoldingiz. Dikshak. Rushankul! Va Rushankul! Ya, buradan yumuşak qalgan dükçekte bitip barayapman qizlar. Va balla suftimni chata yo'qda. Mushqet chata qo'ymayman. Ya, bunu o'qiyapmisan? Birsini o'qib. Fikr mushqetni o'qiyapsan. Oy, mayaqdan bir kilodan aşağı adam gibi o'qitib baqay. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom ukam. Tujib salomatligingizmi? Yangi yilingiz muborak bo'lsin ukam. Siz bir hashtim chiqib qolganda. Ha, davring ukam. Mushqetni bir o'qib bergan bo'lsangiz. Voy ukam, bu sizning ko'zingiz ko'rmam-da. Tomning u tarafini mi ko'rdi bizning bu kichik ko'z? Tomning u tarafini ko'rgan ko'z ukam, mana xatni ko'rimiz emas, chap turdi ukam. O'zingizni o'qiyvergan mening aldirash ishim bor. Lekin xatni ko'rmaydi. Aka, bir xap bo'lmaymiz deb o'qib bergan jiddiy o'lim yetim ishlari o'qiymiz. So'yana shunda. Og'zingizni ochmang ukam, bu yangi yilda nima deydigansiz? O'qidim akam. Seg'inishli salom xat. Seg'inganda yozgan xat. Seg'inmasam yozmaydim, seg'ing'ashga yozgan xat. Chiroyli gapkan bu. Vaholam puroq, vahozal ishtiyoq. Muborak jamolingizni dumbamga yiqib ko'zimni jirab. Avradim. Aka, nima juraysiz? Oshtoq gapgan ukam bu. Qo'yinglar bir. O'qima. O'qimasiz ha? Ya, o'qima. Ah, qadrsiz Ro'shangul. Men sizning oppoq paxmi chochlaringizga, yakchashmidek olg'ay ko'zlaringizga, chamg'uning o'risdek cho'nqur ko'zlaringizga, to'nkay tishlaringizga, og'chimoq terakdek egmash putlaringizga, toza yana tuzi yo'q oshdek lovz tetiksiz so'zlaringizga shundoq ko'ydimki, siz bilan to'y qilib qolsam 360 kun dumbalayman to'g'ridayim. Ukam bu qanday xat bu? Qadrsiz Ro'shangul, sizning ko'zlaringiz chappaqdek, suvi yo'q eski qapoqdek, agnachoq. Bo'ldi, o'qimaylik qo'ying. Chidiqchiligim qolmadi. Bu qanday xat ekan bu? Mushlim xat deb yozdingizmi? Hay aka, raskabni qilsam, men savassiz. Men kichik vaqtim dadam bala maktabga va deb daftar pasa paxt qo'ynab bitirib, somkamni g'o'rg'ilab yuribdi-man. Yashang yigit. Men cho'ng'igan degan birtimiz xattatib, azdil pul tepib, men bir qizvali ko'yib qolgandim-da, ha? Men bir ma'lum ag'inam batib bir parcha xat yozib bersam, o'zidan ko'zi chiqib qolgan o'xshaydi. Xatni xato yozib ishimni buzibdi. Hozir tepib, 6 yerik pichoq tiqmaydigan bo'lsam, o'g'ilga olmay ketaman. Hay, ukam. Makiling. Ochig'ingizga hay berib, ukam. O ag'inangiz sizning ishingizni buzmabdi. Afsus sizga yaxshilik qilibdi, ukam. Men oladigan qizvalni yomonlatib etsa, yaxshilik qilgan bo'lamda. Ukam, qarang. Ag'inangiz mush xat orqali sizga ibrat berib, sizni o'yg'otmoqchi bo'lib, ukam. Siz uning rahmat etishingiz kerak. Ukam, bu ishingiz menga ayni vaqtda Seyit Nochi o'zining o'lim xatini o'z qo'lida ko'tarib yurgan bir tragediyani eslatdi, ukam. Biz mushu davrda, mushu asrda o'zimizning o'lim xatini o'zimiz ko'tarib yursak, ni ot, ni numus, sat emasmi, ukam? Bunda qilsak bizning tugashkinimiz shu. Ukam, texi yengirga savotsiz kirkitish oldida turgan sizga o'xshash yoshlar boshqalardan ranjishga haqqimiz bormi? Sukutingizga qarsa, ukam otda atamaydigan kelishgan bola ekansiz. Xat tonimayman deyishga numus qilmaydi ekansiz. Men sizga aytib qo'yay, ukam. Nadan odamlar mushu zamonda o'zini eng qudratli, eng noch chaqlagan bil amaliyotda ular eng bechora, eng qo'rqinchoq odamlardir, ukam. To'g'ri aytasiz. Men mushu to'y qilishni bilimni ketirganlik hukman qilibman. Men hozir shu topda qattiq numus qilib ketib boraman. Men atdan boshlab kech kursi qatnashib, savotimni chiqarib, Ro'shangulga cho'qim o'z qo'lim bilan apil so'rash xat yozaman. Kelgusi asrda murod maqsadim cho'qim yetmay qo'ymayman. Aka, mushni menga bir yordam qilsangiz. Aqlingizga barakalloh, ukam. Cho'qim yordam qilmay, yur. Ukam bu. Qopqonman, ukam. Men qasda qilmagan.